Men hozir 49 yoshdaman, lekin o'zimni 20 yoshligimdagidan ko'ra ancha yaxshi, tetik va sog'lom his qilaman. Bu qanday qilib deysizmi? Ko'pchilik buni mo'jiza deb o'ylaydi. Lekin aslida bu oddiy matematika va sog'liqning asl formulasi. Bilasizmi, sog'ligimizning atigi 10% tibbiyotga, 20% esa ekologiyaga, 20% naslimizga bog'liq. Men ham ilgari dori-darmonlardan tuzalaman deb o'yladim, chunki yoshligimda oshqozon ichak tizimimda muammolar bo'lgan, har 6 oyda davolanib turganman. Lekin mana shu muammolar keyinchalik sistit, mioma, uyqusizlik, bosh og'riqli va qon-qo'zo, hattoki farzandlarimdagi ko'z bilan muammolarni keltirib chiqardi. Juda ham qattiq charchaganman, chunki har 6 oyda shifokor ko'rigidan o'tish, ukol, dorilar, ximikat dorilar va eng asosiysi bu muolajalar vaqtincha yordam beradi. Sog'ligimizning eng katta qismi naq 50% bu faqat va faqat o'zimizga bog'liq. Xo'sh, bu nima degani? Bu hazm tizimini tartibga solish, tanamizni to'g'ri suv bilan ta'minlash, ichaklarni keraksiz zaharlardan tozalash va hujayralarimizni sifatli oziqlantirish degani. Men 10 yil oldin barcha kasalliklar hazm tizimidan, ya'ni ildizi hazm tizimida ekanini anglab yetganimda hayratda qolganman va o'sha kundan boshlab dorixonaga emas, tabiiy tiklanishga e'tibor qaratganman. Hozir 49 yoshda dorilarsiz, sog'lom va baxtli yashash mumkinligini o'z tajribamda ko'rib kelaman. Kichik farzandim bilan bog'liq o'sha burilish nuqtasi esa bu alohida bitta katta tarix. Agar siz ham sog'ligingizni boshqaruvini o'z qo'lingizga olmoqchi bo'lsangiz, necha yoshda bo'lishdan qat'iy nazar sog'lom bo'lishni va o'zingizga o'zingiz xizmat qilishni xohlasangiz, profil shapkasidagi havola orqali Telegram kanalimga obuna bo'ling yoki izohlarda plus belgisini yozib qoldiring.